Hammaga salom. Bugun uy sharoitida tovuq filesidan mazali sosiska tayyorlaymiz. Taxminan 1 kilogramm tovuq filesini mayda qilib to'g'rab olamiz. Sabzavotlardan oldindan qaynatib olingan 2 ta qizil lavlagi va bitta qizil sozini ham mayda qilib to'g'rab olamiz. Va bir dona o'rtacha kattalikdagi piyozni ham mayda qilib to'g'rab olib, chopper idishiga mayda qilib to'g'rab olingan tovuq filesini solib va ketidan mayda qilib to'g'rab olgan sabzavotlarimizni solamiz. Xushbo'y ta'm berish uchun 2 dona sarimsoq solamiz. Ziravorlardan 1 qoshiq maydalangan zira, 1 qoshiq maydalangan kashin churug'i va 1,5 qoshiq tuz solamiz. Endi chopper qopqog'ini yaxshilab yopib maydalab olamiz. Mana massamiz ham tayyor holatga keldi. Endi konditer qopchasiga solib, strich paketiga masallig'imizni videoda ko'rsatilgan shaklda qo'yib, strich paketini yaxshilab press qilib o'rab olamiz. Sosiska shaklida o'rab olingandan so'ng paketimizni chetlarini yaxshilab qadrdon men barcha masalliqlarga 45 ming so'm xarajat qildim va 26 dona sosiska chiqdi. Umumiy hisobda 1,5 kilogramm. Mana endi sosiskalarimizni qaynoq suvga solib 15 daqiqa qaynatib olamiz. 15 daqiqa qaynatib olingan sosiskalarni paketidan chiqarib, tovaga 100 gramm sariyog' eritib, yaxshilab qizartirib qovurib olamiz. Shu bilan mazali sosiskalar ham tayyor. Ishoning qadrdon, mazasi juda zo'r. Tayyorlab ko'rishingizga arziydi. Qadrdon, qachongacha sosikadan qo'rqib yemayverasiz? O'zingiz tayyorlab ko'ring, o'xshaydi.